Assalomu alaykum. Bugun bitta qiziq g'oya, fikrni bo'lishmoqchiman. Work life balance ko'pchilik eshitgan, hayot va ish balansi, ish va hayot balansi. Mana shu narsa oldin meni qiynardi, ya'ni vijdonan qiynardi va oilamga ajratmayapman yoki o'rtoqlarim bilan qayergadir aylanishda kam boryapman, qolib ketyapman ulardan degan narsa. Va bu mani vijdonim qiynaydi, chunki qolganlar shunaqadir-da, ya'ni faqat anaqa ishlayverasanmi, anaqa bunga ham qarab tur, men bunga ham kelib turaver endi. Unaqa boshqa gaplari o'ylantiradi. O'zingizni ham question qilishga sabab bo'ladi. Haqiqatan shunaqa qilib qo'ymayapmanmi deb. Mana shu narsaga va ko'proq ishlash, ya'ni working longer hours deydi, ya'ni uzoq vaqt, ko'proq soatlar ishlash aslida normal va buni biz normal qabul qilishimiz kerak degan ideya. Va buni men qayerda eshitdim. Alex Hormozyni bitta videosi bor. Agar qullar bo'lgan, qullik davri. Shular 12 soatlab, 16 soatlab, ya'ni uyg'oq vaqtlarni hammasida ishlashganda, nimaga biz ishlay olmaymiz? Ya'ni nimaga qilsa bo'ladi-ku? It's possible, ya'ni humanly possible. Odam qilgan ish odam qiladi. Ya'ni qila olamiz. Ya'ni physically possible de haqiqatan. Fiziki qilsa bo'ladi. 16 soatlab ishlasa bo'ladi. To'g'ri, ish turiga bog'liq, qanaqa ish qilishi boshqa. Ya'ni aqliy ish yoki nimadir o'rganish, nimadir ustida izlanish, nimadir proyekt loyiha qilish, boshqa mashlar qilsa bo'ladi-da. Ko'rgansizlar-ku, telefonini yoki shu Instagramini, boshqasini soat 12 soatlab, 16 soatlab ishlatgan odamlar. Ya'ni uyg'oq bitta o'quvchim 6-sinf eng anaqa rekordim deyapti. 19 soatmi dedi. Ya'ni bir kunda 19 soat o'qiganman. Uxlamasdan boshqa qilib o'ynab o'qib chiqqan. 19 soat bo'lgan ekan o'shanda. Ya'ni humanly possible de. Biz o'zimiz aniqlamiz. Bo'lmaydi, boshqa deymiz, qilsa bo'ladi. Birinchi anaqa ya'ni argument nima? Shu odamlar ishlashgan bo'lsa, qullar shuncha soatlab ishlashgan bo'lsa, ne biz anaqa yo'q, uni qilishimiz kerak, boshqa deb turib qilamiz. Inkor qilamiz buni. Ishlasa bo'ladi. Va eng qizig'i, bizni masalan, men o'zimni ishlash capacity'imni qanchaligini ishlab ko'rmaguncha bila olmayman. Men aytishim mumkin, yo men buncha ishlasam charchayman bo'ldi, uncha qila olmayman. Ishlab ko'ring, undan ham sal ko'proq ishlab ko'ring, yana ozgina o'zimga bosim berib ko'ring, nimadir qilib ko'ring, qiynab ko'ring o'zimni. Ya'ni boyaga anaqa devorga urilsa, raqam boshim men bu qobiqdan anaqa urilsa, eng qizig'i urilgan sayin kengayveradi bu. Ya'ni insonning qobiliyati, qanchalik ishlash qobiliyati, qanchalik fokus qilib turish qobiliyati train qilingan sari, praktik qilgan sari kattalashib, yaxshilashib boraveradi. Chunki odammiz-da. Tabiiy anaqa bo'lib ketaveradi, qancha train qilgan sari. Endi aytishingiz mumkin, qullar endi boshqa iloji yo'q bo'lgan, majburlashgan, qilgan deb. Biz qul emasmiz-ku, deyishingiz mumkin. Qul emasmiz. Va men bu 12 soat, 16 soatlab ishlasa bo'ladi deb turib, qanaqadir qaysidir kompaniya, qaysidir zavod ishchilariga mana shu qullar ishlagan sal ishlamaysanmi deb turib, ko'p ish soatlari berib, ularni kamroq oylik to'latib, ko'p ishlattirish uchun aytmayapman. Inson o'laroq shaxsiy anaqadan qaraymiz, shaxsiy perspektivadan qaraymiz. O'zim qilmoqchi bo'lgan ish bor, nimadir, o'zim yaxshi ko'radigan ish bor, nimadir loyiha boshlamoqchiman, nimadir qilmoqchiman. Mana shu ishni ustida nimaga soatlab ishlay olmayman? Nimaga ishlamasligim kerak? Ishlasa bo'ladi-ku lekin. Nimaga shanba, yakshanba dam olishim kerak?
kim aytgan shanba dam deb. U dam rasmiy ishimizdan dam beradi ha. Вот mana ishdan dam bergani uchun mana men o'sha shanba demak men o'zim xohlagan narsani qila olaman. Mana shu kontentni ham yakshanba kuni olaman maktabda. Ya'ni qullarni buncha soat ishlaganini men boshqalar uchun qanaqadir argument sifatida aytmayapman. O'zingiz uchun humanly possible qilsa bo'ladi-yu. O'lib qolmagan shular degan ma'noda o'zingiz ozgina nafsingizni qiynab, yo'q bo'ladi, qila olaman men, yo'q ishlaymiz, davay deb, charchab, kuchingiz qolmaguncha, energiyangiz qolmaguncha ishlash, aytayapman, ishlash uchun. Ha, qullarda tanlov bo'lmagan. Ya'ni nima ish qil, men bu ishni qil desa qilavergan. Yoki ularda yana bitta farqi, ular o'zlari qilgan ishni foydasi, qilgan ishni rohatini o'zlari ko'rmagan. Nimadir uy quradimi, boshqa qiladimi, o'zlari yashamagan-da u yoqda. Xo'jayinlari yashagan. Bo'ldi. Ya'ni ikkita mana shu narsa. U bizda unaqa emas u. Ya'ni men o'zim shu 12 soat, 16 soatlab ishlamoqchi bo'lsam, birinchidan o'zim tanlayman nimani ishlamoqchiman. Ya'ni qanaqa ish qilmoqchiman shu 12-16 soatlab, nimani ustida ishlamoqchiman. Tanlov bor va ishimni rohatini kim ko'radi? Birovlar ko'rib ketmaydi-yu. Men o'zim ko'raman. Ya'ni shuncha hozir qiynalayotganim, shuncha ishlab, o'zim ustimda ishlab, nimadir o'rganib, nimadir loyihalar shunaqa qilayotganim, foydasi o'zimga-yu baribir. Ne ishlamasligim kerak degan g'oya, shunaqa fikr, argument. Va men tarixni o'rganib chiqdim. Menda oldin fikr bor edi. Men bu hunter gatherers deydi, shu oldingi shu ov qilib o'qigan odamlar. Ular ishlagan o'lib qolmaslik uchun. Ya'ni ov qilmasa, ovga chiqmasa och qolgan. Bo'ldi. Shuning uchun ishlagan. Va ov qilib kelib bo'ldimi? Ovqati bor, o'sha boyga qaysidir hayvonni ovlab kelgan bo'lsa, pishirib boshqa qilib, ovqati bormi? Bo'ldi. Demak, boshqa ishlar qilgan u, ya'ni ishni faqat shu tirik qolish uchun qilganda. Hobbisi bo'lmagan nimadir quyon tutish. Qorni och bo'ldi, shuning uchun ish qilgan va ishidan tashqari vaqtlarida o'zi xohlagan bolalari bilan gaplashgandir, qatlarga aylanishga chiqqandir, qabilaviy nimadirlar qilishgan. Bilmayman, nimadir shunaqa narsalar qilishganda, ya'ni qaysidir tarixchi anaqa kitob yozgan ekan, shu o'rganib chiqib, antropologlar hamma anaqalar bilan 15-20 soat haftasiga. O'rtacha 15-20 soatcha bo'lgan ekan ishlari. Qancha ishlashgan desa-da, ya'ni unaqa ertalab kechgacha ishlashmagan ular. 15-20 soatga borar ekan. Va bo'ldi, u yog'iga o'sha o'zlari ko'ngli tusagan ishini qilgan endi o'sha payt. Yoki sallarni qalan olsak, o'rta asrlar yoki o'rta asrlardan ham oldin 5-6 asrlar olaylik masalan. Odamlar deylik, islom kirib kelgandan keyin ham savdo sotig'ini qilgan va undan oshib qolgan vaqtini bo'ldi ibodat, toat ibodat, ahli ayoli, oilaviy, bola chaqa, mahalla ko'y, qo'ni qo'shnichilik, boshqa haqlarni ado etib yurishgan ular ham. Ya'ni o'zi bor. Ideya nima? O'zi ko'p ishlash qatdan anaqa, o'sha boyagi industrial evolution bizda bo'lgan. Mana zavod, fabrikalar qurilgandan keyin odamlarni o'sha boyagi ko'p ishlatishmoqchi bo'lgan, ya'ni produktivini oshirmoqchi bo'lib, KPI'lar qo'yib berib, ularga ko'proq soatlar ishlab, ko'proq ish qilsang, ko'proq oylik deb turib, rostana qilishgan, qiynashgan va o'z-o'zidan sog'lig'i, oilasi bilan muammolar shunaqalar ko'payib ketgan. Va hozir bizdagi bor mana bu kam ish soatlari va 2 kunlik shanba dam o'zi bu shuncha bosim nimadirlar, bunaqa
protest qilishadi-yu, chiqib yo'q, bosh ko'tarib, ish tashlashlar. Mana shulardan keyin qolgani shu o'zi. Ya'ni o'zi bizda bor edi bo'sh vaqt. Ya'ni tirikchiligimiz o'tadigan darajada ishlab turib, qolgan paytimiz bo'sh vaqtimiz bor edi. Bemalol xohlagan ishimizni qilib, oilaviy, bola chaqa hamma bilan bu vaqt o'tkazadigan vaqtimiz bor edi, prehistoric times. Undan keyin zamon rivojlanib, sivilizatsiya bo'lib, boshqa ishlar ko'payib, endi ko'proq soatlar ishlash boshladi. Ya'ni ishni ya'ni tirik qolish qiyin bo'lib qoldi. Ya'ni yashash qiyinlashib ketdi. Qo'pol qilib aytganda, yashash qiyinlashib ketdi-da, endi ko'proq soatlar ishlash kerak bo'lib qoldi. Ya'ni ish o'zi kompleks bo'lishni boshladi. Ya'ni oddiy prosta o'qib kelish emas endi. Va ishlash soatlarini oshgani, prosta o'qib kelib bo'ldi yashash emas, endi boshqa ishlash kerak, zavodga borish kerak, ishxonaga borish kerak, gaplashish kerak, men bu skillni bilish kerak. Bu masalan ustozlik yoki doktor, juda ko'p anaqa, ya'ni u bugungacha ham, ya'ni u kasb, o'sha kasb egasi bo'lgungacha ham, ya'ni kasb taqsimoti bo'lgan-ku unaqalarda. Jamiyatlar paydo bo'lish boshlaganda shunaqa odamlar kerak bo'lgan, odamlar o'zlarini keyin shu ishlarga optimizatsiya qilishni boshlagan. Qaysidir o'zi shu odam doktor bo'lsa, farzandini ham doktor qilib, yoki quruvchi bo'lsa, quruvchi, shunaqa bo'lib olishgan jamiyatda bor ishlarni. Mana shu bo'lganini ham hisobiga keyin уже kamayib ketdi. Ya'ni o'zimiz oilamizga vaqt ajratadigan vaqtimiz, o'zimiz qoladigan vaqt kamayib ketdi. Va o'sha boyagi to'polonlar bilan o'zi shu ish soatlarini qisqartirib, 40 soatga tushirib, haftasiga 40 soatga tushirib, shanba-yakshanbani dam qilib, boshqa shunga kelib oldik o'zi zo'rg'a. Va yana bitta argument, mana shu hozir men work life balance yo'q deyotganim, ya'ni balans bo'lmaslik kerak, ishlash kerak hozir. Ish prioritetda bo'ladi. Degani bu shaxsiy tanlov bo'lishi kerak. Ya'ni odam o'zi tanlab, masalan, hozir men shaxsiy tanlovim hozir mana shu hayotimning shu sezonida, deylik, mana shu mavsumda 23 yosh bo'lsam, hali uylanmaganman. Demak, mana shu orada men karyeramni ustida ishlashim kerak. Va men buni o'zim tanlayapman va top priority mana shu. Ya'ni prioritetimda work mashqdaman birinchi. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, aytishingiz mumkin, faqat ish bo'lsa oila qolib ketadimi, boshqa qolib ketadimi? Ya'ni boshqa narsalar qolib ketadimi? Boshqa narsalarga umuman qaralmaydimi desa, yo'q, unaqa emas. Ya'ni biz har doim chalkashtiramiz. Top priority degani only priority degani emas-da. Ya'ni bo'ldi, mana shu prioritetda bor desa, bu bo'ldi. Faqat shu ekan degani emas. Faqat bitta emas-ku prioritet. O'zi prioritet degan so'z o'zi bitta bo'lishi kerak o'zi asli. Ya'ni eng adashmasam grekchadanmi kirib kelgan ekan bu so'z. Bu anaqa ingliz tilida kirib kelgan paytda 1900-nechinchi yillar, aniq eslolmadim. Singular, ya'ni birlik shaklida bo'lganda, ya'ni biz xuddiki anaqa deymiz-ku, masalan rice, guruch bo'lsa, rices deb bo'lmaydi, guruchlar deb s qo'shib bo'lmaydi, ya'ni ko'plik shakli yo'qda, ya'ni bitta narsa bo'lgan, birlik shaklida bo'lganda bu so'z. Shu so'zni tarixini ko'rib chiqdim. Keyin unga anaqa bo'lib ko'plik, pluralga aylanib ketgan ekan o'zi. Linguistically-da, til nuqtai nazaridan olsa, prioritet degan so'z o'zi birlik bo'lgan, keyin ko'payib ketmaydi. O'zi bitta bo'lish kerak, to'g'ri, prioritet. Lekin endi sizda qiladigan ishlaringiz ko'p. Prioritetni bitta mana shu prioritetdan birinchi top number 1 priority deb olishimiz nima kerak? Bizga tanlov kelib qolsa, nimadir chalkash vaziyat bo'lib qolsa, nimadir 3 ta narsa bittasi to'g'ri kelib qolsa, qaysi birini tanlayman deganda, mana mana shunga qaraladi keyin. Lekin bu degani work bo'lsa, bu men uydagilar bilan gaplashmayman shu payt, boshqa narsaga vaqt ajratmayman, sog'lig'imga qaramayman,
man ibodatim qolib turadi, unaqa degani emas-ku. Ya'ni mani birinchi navbatda turgan ustuvor prioritet, ustuvorlikmi? Shu narsa ish bo'lsa menda, lekin bu degani men uydagilar bilan gaplashmayman, oilam bilan aloqani uzganman, oilamga kam boraman, masalan Farg'onaga rosa kam boraman, bormayman ham degani emas. Borib turadi har oy, 2 oyda bir vaziyat bo'lsa boraverasiz. Lekin anaqa emas-da, ya'ni qarorlaringizga siz mashinaga optimizatsiya qilaman hozir. Mashinaga work. Mashina qanaqa yaxshiroq qilsam bo'ladi? Qanaqa rivojlana olaman? Qanaqa yana o'rganishim kerak? Yana qaysi skilllarim bor? Yana qaysi anaqalarni rivojlantirishim kerak deyman-da. Mashinaga ketaveradi. Ya'ni bo'sh vaqtimda faqat mashina optimizatsiya qilishga qaratiraman. Endi nimaga bu yoqni tashlab qo'yish kerak? Nimaga bu bitta prioritet bo'lsa, faqat shuni o'zini olib turib qolganlarni tashlab qo'ysa bo'lmaydimi? Deyishingiz mumkin. O'sha yaxshiroq emasmi deb? Yo'q, yaxshi emas. Chunki agar men faqat ishga optimizatsiya qilsam, oilaviy munosabatlarim, do'stlar bilan yoki tanishlar bilan yoki o'rganish nuqtai nazaridan boshqa tilni, boshqa anaqani o'rganishlarim hammasi qolib turadigan bo'lsa, chunki ular ham skill-da aslida. Ya'ni men o'zimdan ishimni tugatib, ya'ni ishimda qancha darajaga chiqib bo'lgandan keyin bo'ldi, endi men endi oilaga fokus qarataman deb turib, oilam bilan bittada vaqt ajratib ularga anaqa qila olmayman. Ya'ni bittada ular bilan yaxshi til topishib, yaxshi ularga g'amxo'r bo'lib qola olmayman o'zimdan. Yoki qarindosh urug'lar bilan bittada silari hamma o'sha paytda o'zida yoq chiqqidan anaqa emas-da, u knopka emas. Anaqa emas. Kulchatib chiqib, yoqib turib, on qilib turib bo'ldi endi. Endi men anaqa qila olmayman ularga deydigan narsa emas-da, u shakllanib boradi-da. Ish prioritet bo'lsa ham, bularni ham orada qilib turish mashinaga yordam beradi. Ya'ni aytishadi o'zi mana boy bo'lmasangiz ham, ya'ni pulingiz ko'p bo'lmasa ham, kam bo'lsa ham sadaqa berib turing deyiladi-ku. Nimaga desa, chunki bu odat-da. Siz yoshligingizdan yoki hozirgi kam pul topayotgan holatingizdan hozir qilmayotgan bo'lsangiz, $1 million topasizmi? Qancha pul topib, keyinchalik o'z-o'zidan saxiy bo'lib qola olmaysiz-da. Saxiylik bu sekin-sekin anaqa bilan keladi, qilish bilan keladi. Xuddi shunga o'xshab qolgan skilllar ham skill-da, ya'ni ko'nikma, odat asta-sekin shakllanadi-ku. Ya'ni qilib borasiz, kelib qoladi-da. Ya'ni ishga fokus qaratib, oilani unutgan odam ota-onaga bittada mehribon bo'lib qola olmaydi o'z-o'zidan. Ota-onasi haqida qayg'urib, otajonim deb qola olmaydi. Mumkin emas, anaqa nima deydi? Imkoni yo'q uni. O'shaning uchun ham top priority bor bizda, prioritet bor. Lekin yolg'iz prioritet emas u. Bitta o'zi emas. Birinchi bo'lsa, ikkinchida oila, boshqa ketadi. Mana shu narsa. Demak, mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Prioritet bo'lish kerak odamda. Va prioritetga qarab optimizatsiya qilasiz. Mana shuni faqat shu ko'p bor vaqtingizni, bor imkoniyat, bor resurslaringizni mana shunga qaratasiz. Lekin bular qolib ketmasligi kerak. Qolib ketmasligi kerak deganda, rioya qilib qo'yasiz, haqlarni ado qilib qo'yasiz. Lekin bu deb turib bularning hammasini o'chirib tashlamaysiz listdan. Ikkinchi narsa prioritetlar haqida. Prioritetlar o'zgarib turadi. Ya'ni uch poyga aytdim-ku, mana shu mavsum dedim. Mana shu mavsum, hayotim mana shu mavsumida sezonni ish deydi. Mana shu sezonda manda work hozircha. Qaysi payt oila chiqadi. Qaysidir momentda men prioritetim number 1 prioritet oila bo'ladi. Qaysi payt din bo'lishi mumkin. Qaysi payt sog'liq chiqadi birinchi prioritetga. Sog'liq bo'lishi kerak o'zi asli. Prioritet boshida. Ya'ni endi odam sezonga qarab qaysi vaziyat, qaysi mavsum hayotini, qaysi nechidir yosh masalan
yoshligiga qarab qaysi payt ilm olish, student bo'lgan paytda yoki o'quvchi bo'lgan paytda prioritet ilm olish. Bo'ldi, ilm olish kerak. Ya'ni odam o'zi uchun prioritetlarni o'zi belgilab olishi kerak va bu prioritetlar o'zgarib boradi. Har doim o'zgarib boradi. Har doim, har kun emas, sezonda. Ya'ni bittani qilasiz, o'sha prioritet chiqib turgan bo'lsa, vaqt o'tib o'zi o'sha prioritet turgan narsa o'zi ancha yaxshilanib qoladi. Ya'ni bor e'tiboringizni shunga qaratmasangiz ham yaxshilangandan keyin sekin pastga tushadi, boshqa narsalar sekin chiqishni boshlaydi. Endi bu vaqt bilan keladi menimcha. Men aytmayapman, menda hozir hammasi tartibli, menda hozir ish, kiyimim. Yo'q, menda hozir ishman. Men hozirgisini aytaman. Menda hozir ish prioritet. Va bu narsalar hammasi ko'p ishlash, yakshanba kuni ham ishlash, shanba ham ishlash, work life balance unutinglar deyiladigan narsa hammasi men o'ylaymanki baribir oxiri o'ziga, odamni o'zi uchun foydali. Meni maqsadim, ya'ni hozir qo'pol aytib itday ishlab, ya'ni bor vaqt, bor fokusingizni qaratib ishlab, o'zim ertaroq retire qildirish. Pensiyaga chiqish, erta pensiyaga chiqish. Pensiyaga chiqish davomida, chunki endi bizda ishlab bo'lib pensiyaga chiqiladi-yu. Ya'ni pensiyaga chiqdi degan bo'ldi. Anaqa pensiya kelib turadi davlat tomonidan, ishlamaydi. Unaqa ma'noda pensiya demayman, lekin retire bo'lish, ishlashga ehtiyoji qolmaslik odamning. Shuni qancha ertaroq qila olishim uchun men hozir unaqa qilishim kerak emas-da. Ya'ni men hozir nimadir unaqalarga borib, partiyalarga borib, boshqa narsalar qilib vaqtimni ketkizib turgan bo'lsam, shanba aylanib, boshqalar qilib, dam olib, uxlab, obedgacha shunaqa qilib yurgan bo'lsam, demak, erisha olmayman bu maqsadimga. Ya'ni biz qiladigan qarorlar yoki qiladigan ishlarimiz, harakatlarimiz hammasi shu maqsadlarimizga kelib chiqadi. Meni maqsadim o'zimni ertaroq retire qildirish. Nimaga? Чтобы o'zim xohlagan hayotni yashash uchun. Yani o'zim xohlagan ishlarni qilish uchun, muhtojlikdan ishlashmasdan, xohlaganimdan ishlash, qiziqqanimdan ishlash, qiziqqanimdan biror bir qanaqadir loyihaga qo'shilish, qiziqqanimdan dars berish yoki o'sha nima manfaat bergani uchun, qaysidir boshqalarga manfaatli bo'lgani uchun nimadir qilishda. Lekin hozirgi holatda ishlaysiz, chunki majburman, ya'ni hozir ko'p ishlashimga chunki majburman. Ishlamasam bo'lmaydi. Bu siz iloji yo'q. Ya'ni nimadir erishmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz xohlagan narsani qilmoqchisiz, qanchadir muddat o'zingiz xohlamagan narsani qilishga majbur bo'lasiz, baribir iloji yo'q. Ya'ni tasavvur qiling, tog' tepasidan zo'r manzaraga guvoh bo'lmoqchisiz. Xohishingiz shu. Lekin uchib chiqib qo'ya olmaysiz-ku uning tepasiga. Ya'ni shu qiynalib, boyagi yo'ldan chiqiladi tepasiga. Mana shu yo'lda qiynalasiz. Aniq qiynalasiz. Mana shu qiyinchilikka tayyor turish kerak. Ya'ni men o'zimni mana shu tog'i tepasiga chiqayotgan deb tasavvur qilaman. Qiynalsam aytaman. Qiynalgan paytim o'zimga eslataman. It's okay. Tog' tepasiga chiqamiz, qiyin bo'ladi, oson bo'ladimi? Chunki men shu xohlagan manzaramni ko'rishim uchun shu kerak. Hozir qiynalib chiqishim kerak emasam, hozir qiynagan qaytadigan bo'lsam, bo'ldi, men ko'radigan manzaram mana shu tog' bo'lsa, mashta ko'raman. Men bu cho'qqidan qaraladigan manzarani ko'ra olmayman. Uzr, uni pulini to'lash kerak edi. Ya'ni it has the price. You have to pay the price, deydi-yu. Narxini to'lab qo'yish kerak edi. Ya'ni nima required bo'lsa, shu narsaga erishish uchun, nima talab qilinsa, shu talabni bajarish kerak bo'ldi. Mana shu narsa. Bu o'zimga o'zim eslatma. Birinchidan, qachondir qiynalib bo'ldi, nima kerak bor deb to'xtatib qo'yayotgan paytim, o'zim qaytib kelib ko'rishim uchun. Qiyin bo'ladi, oson bo'lmaydi, lekin keyinchalik osonroq bo'lish uchun hozir qiyin bo'lishi kerak. Eng anaqa nima deydi, asosiy joyi qaysidir odamlar
aytayotgan yo balans bo'lishi kerak boshqa deyotgan gaplarga uchmaslik. Chunki mana bunaqaga o'xshaydi. Muvaffaqiyatga erishib bo'lgan odam xuddiki muvaffaqiyatga erishib bo'lgan odam, ya'ni faqat O'zbekiston emas, umuman ingliz kontentlarni ko'rsanglar ham ko'p muvaffaqiyatli insonlar o'sha boyagi ertalabki daily routine, ertalab mana qilish, nimadir qilish, qanaqadir anaqa affirmationlar aytish, nimadir qilib aylanib kelish, nimadirlarda 3 soat nimadir ishi bor-da, ertalab qilinadigan morning routine. Yoki obedgacha ana qilib xohlaganimni qilib, kofe ichib, boshqa qilib, obeddan keyin ana o'qilaman. Obedgacha o'qimayman. Ish haqida o'ylamayman. Shu menga anaqa yordam beradi, miyamni tinchlantirishga, yaxshi g'oyalar kelishiga, boshqa reflection qilib o'tiraman deyish mumkin, obedgacha. Hozir shunaqa qiladi ular. Ya'ni shunaqa darajada chunki. Lekin shu darajaga chiqib ko'ngacha unaqa qilmagan. Shunaqa qilganda bu darajaga chiqa olmasdi. Ya'ni shu narsa ham bor. Ya'ni biz boshqalardan olarkanmiz maslahat, muvaffaqiyatli bo'lganlardan. Bu xuddi anonga o'xshaydi. Lotereya yutgan odam, lotereya yutib oldi shu necha million lotereya. Lotereya yutdi, aytibdi. Mana shu lotereya yutgan lotereyam mana raqamlari. Mana shu raqamlari edi deyapti. Mana shu raqamlarni tanlaganim uchun yutdim deyapti-da. Qo'y hamma u yozyapti. Unga chiqmaydi endi. U raqam, u kombinatsiya bilan chiqmaydi endi lotereya. Ya'ni mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Tushunib olishim kerak o'zim ham. Kimdir nimadir aytayotgan bo'lsa, u uchun ishlagan narsa shu. Biz o'zimiz uchun ishlaydigan topib olishimiz kerak. Muhimi shu. I guess that's it.